بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Birodarlik haqida darsimiz davom etadi. Birodarlik o'zi nima degani? Birodarlik aka-ukalik degani. Aka-uka bo'lish yo nasabdan bo'ladi, yo sut orqali bo'ladi, yo din orqali bo'ladi. Aka-uka bo'lish agar nasab yo boshqa bir nimadan bo'ladigan bo'lsa, sut orqali bo'ladigan bo'lsa, yoki din orqali bo'ladigan bo'lsa ham, uning ma'nosi oradagi mustahkam, uzilmaydigan bog' degani. Ikki kishi yo ko'pchilikni orasidagi bir jamoat yo bir jamiyat yo davlat ko'pchilikni orasida odamlarni bir-biri bilan bog'lab turadigan, uzilmaydigan mustahkam bog'ni birodarlik, uxuvvat deydi. Birodarlik degani aka-ukalik degani. Bu bog' uzilmaydi hech qachon. Davom etadi va doim bir-birini o'rtasida lozim bo'lgan, ya'ni har biri jamiyatdagi bu birodar bo'lgan insonlarning har biri lozim tutadigan, mustahkam ushlaydigan bir bog' bu. Uni tashlab yuborish, uzib yuborish mumkin bo'lmaydi. Uxuvvatul islomiyya, diniy birodarlik esa robboniy va shar'iy robita degani bir ipni mustahkam bog'lashlik. Robboniy va shar'iy bog' bu. Alloh taolo buni bog'ladi. Musulmonlarning o'rtasida birodarlikni vojib qildi. Har bir musulmonga vojib o'zini birodarini haqqini ado qilish, uni yaxshi ko'rish, uni hurmat qilish, u bir zulmga uchraganda uni yonida turish, yordam berish, zulmdan uni himoya qilish. Agar bir birodari boshqaga zulm qiladigan bo'lsa, uni zulmdan to'xtatish, har qanday yo'l bilan zulmdan to'xtatish, mazlumni yonida turish, bu har bir musulmonni zimmasidagi vojib bu. Bu birodarlikning asli din, islom. Alloh taolo bu islomni nozil qildi. Payg'ambar yubordi, Qur'on nozil qildi va bu islom dinini tugatuvchi eng oxirgi din qilib yubordi va musulmonlarga uxuvvatni, birodarchilikni vojib qildi. Shuning uchun ham bu birodarlikni hech qanday musulmon o'zicha uzishga haqqi yo'q. Madomiki orasida islom bor ekan, bu birodarlik uzilmaydi. Ibn al-Jawzi rahimahulloh aytadilar: "I'lam anna al-ma'na al-jami' bayna al-muslimin al-islam, faqad iktasabu bihi ukhuwatan asliyya wa wajaba alayhim bidhalika huququn li ba'dihim ala ba'd." Aytadilar rahimahulloh, biling, musulmonlarni o'rtasini jamlab turgan ma'no bu islom. Musulmonlarni orasini jamlab turgan bir ma'no bor. Birodarlik ma'nosi, aka-ukalik bor. Bu islom dedilar. Musulmonlar bu islom bilan asli birodarlikni qozondilar, kasb qildilar. Uxuvva asliya, ya'ni asli bo'lgan bir birodarlik, aka-ukachilikni kasb qildilar, qozondilar, topdilar ya'ni. Va shu bilan ularga bir huquq vojib bo'ldi. Ba'zilariga nisbatan bo'lgan zimmalarida bir huquq vojib bo'ldi. Mana shu huquqni bir-birlariga ado qilishga majbur musulmonlar, agar haqiqiy birodar bo'lsalar. Shuning uchun aytadilar: "Fa asasul uxuvvatil islamiyya huval islam." Islomiy birodarchilikni, islomiy aka-ukachilikni asosi bu islom dedilar. Va uning javhari, u iymon, uxuvvatning javhari
ya'ni eng asli bu iymon va uning haqiqati mana shu javhar bilan, iymon bilan bog'liq qolishlik. Madomiki bir musulmon shu iymon bilan bog'liq bo'lib qoldimi, iymonlik bo'lib turgan vaqtida u boshqa musulmonlar uchun birodar, aka yo uka va bir-birlariga bo'lgan huquq hammasini zimmasida vojib bo'lib qoladi. Abdulloh ibn Boz rahimahullohdan birodarchilikni, islomiy diniy birodarlikni, uxuvvatni ahamiyati va mohiyati haqida so'raganlarida u kishi aytadilar: la shakka anna al-amra azimun anna al-wajiba 'ala al-muslimin aynama kanu an yuhaqqiqu al-ukhuwata al-islamiyyata fi anfusihim va fi mujtama'ihim. Shak shubhasiz bu uxuvvat ishi buyuk bir ishdir. Birodarchilik masalasi buyuk masala. Musulmonlarning barchalariga vojib bo'ladi. Ular qayerda bo'lmasin, dunyoni qayerda bo'lmasinlar, islomiy birodarchilikni, aka-ukachilikni haqiqatga chiqarishlari vojib bo'ladi. Nafslarida ham, o'zlarida ham, qalblaridan va mujtama'larida ham, ya'ni jamiyatda ham. Wa aynama kanu min ardillahi hada wajibuhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala farada alayhim zalika liyansuru al-mazlum wa yarda'u al-zalim wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar. Allohning yerida qayerda bo'lmasin ular bu birodarlikni haqiqatga chiqarish, amalda qilish, buni so'zda emas, amalda bajarish ularning vojiblari deydilar. Alloh taolo ularga shu narsani farz qildi deyaptilar. Alloh taolo ularga birodarchilikni, aka-ukachilikni dindagi u qon, nasab tarafidan emas, diniy aka-ukachilikni farz qildi ularga. Mazlumga yordam berish, zolimni zulmidan to'xtatish va yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish kabi ishlarni qilib ular birodarchilikni yuzaga chiqarishlari kerak bo'ladi. Va yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Ular yaxshilikka, taqvoga bir-birlariga yordam beradilar. Yaxshilik ishlarida va taqvo ishlarida ular bir-birlariga yordam beradilar. Zulmga emas, yomonlikka emas, tarafkashchilik emas. Bu masalan, bu meni yurtimdan, bu bizdan uzoqroq deb turib, nohaq bo'lsa ham o'zini yurtdoshi bo'lgan, yo aytamiz tuproqdosh deymizmi, yurtdosh deymizmi, yo bir shahardanmiz, yo bir nimadanmiz deb nohaq bo'lsa ham yonida turib himoya qilish emas. Aksincha, agar o'zini qo'shnisi bo'lsa ham, yo akasi, ota-ona bir akasi yo ukasi bo'lsa ham, hatto o'zini otasi bo'lsa ham, o'g'li bo'lsa ham, agar nohaq bo'ladigan bo'lsa, chiroyli axloq chegarasida uni to'xtatish, nasihat qilish, noto'g'ri qilyapsiz deb va mazlumni yonida turish, bu haqiqiy birodarlik bu. Va bidalika tasluhu mujtama'atuhum. Mana shu bilan, shu birodarlik bilan, diniy aka-ukalik bilan va adolat bilan mazlumni yonida turib, zolimni zulmidan to'xtatishi, nasihat qilishi bilan ularni jamiyatlari isloh bo'ladi. Mujtama'lari, jamiyat ya'ni davlatlari isloh bo'ladi. Va yunsaruna ala a'daihim. Ular dushmanlariga qarshi Allohdan nusrat oladilar. Mana shu bilan oladilar. Ya'ni o'zaro bir-birlarini yaxshi ko'rsalar, musulmonlar bir-birlarini hurmat qilsalar, bir-birlarini haqqiga e'tiborsiz tashab qo'yib, bajarmay qo'ymasdan haqqini ado qilsalar, musulmonga haqqi bor. Hali uni sanab o'tamiz inshaalloh. Mana shu ishlar bilan ular
ham jamiyatlari isloh bo'ladi, ham Alloh tarafidan nusrat kelishiga loyiq, munosib bo'ladilar. Va yastahiqquna minallohi an-nasra fid dunya va sa'adata fil oxirah. Va bu bilan ular dunyoda Alloh taolo tarafidan nusratga haqli bo'ladilar va oxiratdagi saodatga ham haqli bo'ladilar, deydilar rahimahulloh. Demak, bu dindagi uxuvvat bu qalbdan chiqadigan, har bir musulmonning zimmasida vojib bo'lgan narsa bu. Faqat tilda emas, faqat birodar yaxshimisiz deyish bilan, birodar deb chaqirish bilan bu birodarchilik haqqi ado bo'lmaydi. Birodarchilik haqqi qachon ado bo'ladi? Qachon Alloh taolo vojib qilgan haqiqiy o'zini, birodarini o'zidan ko'ra kam ko'rmasa. Hatto dinda isor degan narsa bor, birodarini o'zidan afzal bilish. Sahobalarning hayotida bunaqa misollar ko'p. 4-5 ta sahobalar jang maydonida yarador yotganlarida, havo issiq, hammasi suvsagan, holdan to'ygan, suvni ketirganlarida o'zlari o'lim yoqasida turgan hollarida boshqa birodarlarni ko'rsatib, u kishiga bering deb boshqa kishiga yuboradilar. Suvni olib bu sahobiy ko'rsatgan insonga borganlarida u kishi ham o'zlari ichmasdan palonchiga bering, mana shu kishiga bering suvni deb jo'natadilar. U kishiga borganda uchinchisi ham boshqasini ko'rsatadi. Ularning hammasi o'lim yoqasida edi. O'lim yoqasida bo'lib turgan holida o'zlari suvga juda ham muhtoj bo'lib, chanqoq bo'lib turgan hollarida zo'rg'a gapirib, tovushi ham juda ham past va zo'rg'a chiqadi. Palonchiga bering deb jo'natadi. Oxirgi odamga borganlarida u kishi joni uziladi. Qaytib bunisiga kelsalar, bunisini ham joni uzilgan bo'ladi. Bunisiga kelsalar, bunisi ham, ya'ni o'zlari eng muhtoj vaqtlarida ham, o'lim yoqasida turgan hollarida ham o'zlaridan ko'ra birodarlarini afzal ko'rdilar. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh taolo ularni maqtadi. Laqad radiyallohu anil mu'minin. Alloh taolo mu'minlardan rozi bo'ldi. İz yubayi'unaka tahtash-shajara. Ular daraxtning ostida sizga bay'at bergan musulmonlarni aytibdilar. Ulardan boshqa ham oyatlar ko'p. Muhammadur Rasululloh. Muhammad Allohning rasulidir. Vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar va ruhama'u baynahum. U kishi bilan birga bo'lgan musulmonlar, mu'minlar kuffarga qarshi qattiq va o'zaro bir-birlariga rahmdil ular deyapti Alloh taolo. Vallazina ma'ahu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan mu'minlar, ya'ni sahobalarni aytibdi Alloh taolo. Tarahum ruk'an sujjada. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan hollarida topasiz, ko'rasiz. Yabtag'una fadlan minallohi va ridvana. Allohning fazlini istaydi ular. Ruku, sajda qilib va roziligini istaydi. Bu oyatlar sahobalar xususida nozil bo'lgan oyatlar. Bizning maqsadimiz ularning orqasidan yurish emasmi? Ularning izidan yurish emasmi? Ulardan ibrat olish, ularga taqlid qilish emasmi? Dunyo agar orqasidan quvsangiz ham, yo undan qochsangiz ham, Allohning yozgani rizqini olasiz. O'sha rizqni yemasdan o'tmaysiz bu dunyodan. Alloh taolo insonning rizqini yaratmasdan oldin yozgan. Bu dunyo birpasda o'tadi, ketadi. Bugun butun inson topgan tutgani orqasida qoladi. Uni yo agar yaxshi yo'llarga ishlatgan bo'lsa, Allohni rozi qiladigan yo'llarda ishlatgan bo'lsa, yaxshi, ixlos bilan qilgan bo'lsa, yaxshi. Agar to'planib, jamlanib qolgan bo'lsa, uni ham savoli javobi bor. Qayerdan topdi?
nima uchun, qayerga ishlatdi, bularni savol javobi bor. Islom ummatining boshiga kelgan har qanday balo va har qanday orqaga ketish, yo bir parchalanish, yo zaiflashish, yo bir musibat nafs va dunyoni orqasidan kelgan. Yo taxt talashish, yo mansab talashish, yo dunyo talashish, obro' talashish. Umuman dunyo sabablik juda ham ko'p dunyoga berilish, qiziqish, dunyoga o'ch bo'lish orqasidan juda ham ko'p achinarlik musibatlar, holatlar kelgan. Qaysi vaqtda ummat agar yuksalgan bo'lsa, Allohning dinida mustahkam bo'lgani sababli, birodarlik mustahkam bo'lgani sababli, Alloh va rasuliga bo'lgan itoatlari sababli kelgan. Agar biz Alloh va rasuliga itoat qiladigan bo'lsak, islomiy diniy ukhuvatni amalga oshirishimiz, amalda qilishimiz kerak. Oldingi sultonlardan birisi, islom tarixidagi sultonlardan birisi sulton qilib saylanganda taxtiga qarab turadi. Yoniga hech kimni kirishga izn bermaydi. Mani xoli qo'yinglar deydi. Taxtni yoniga keladida aytadi: "Ey taxt, sen mendan nima istaysan?" deydi. "Sen meni yo jahannamga tortasan, yo men sendan uzoq turib jannatga kiraman" deydi. Chunki taxtga o'tirish har kimni nimasi emas. Inson u yerda o'tirib o'zini saqlaydigan, faqatgina Alloh taolo yordam bergan mu'minlargina mustahkam qoladi. Taxt atrofida hamma unga quloq soladi, hamma unga xizmat qiladi. Kim, ya'ni kimga buyruq bersa itoat qiladi, aytgani bajo bo'ladi. Askar ham, boshqasi ham hammasi uning amrida bo'lgandan keyin shayton sekin-sekinlik bilan uni dunyoga ko'ngil qo'yishga qiziqtirib boradi. Sen oliy maqomsan, sen shunga loyiqsan, sen falonday, pistonday deb turib uni ko'taradi. Boshqalar kim bo'pti ular? Sanday odamga qarshi chiqadimi yo senga nasihat qiladimi bular? Kim bo'ldi degan narsani shayton qalbiga ketiraveradi. Shuning uchun haligi sulton taxtiga qarab aytadi: "Yo sen meni jahannamga tortasan, yo men sendan uzoqroq turib o'tirib olmasdan seni ustingga xalqni orasida yurib men jannatga qarab intilaman" deydi. Va yana aytadi: "Men seni so'ramagandim, men sen uchun intilmagandim, lekin menga bu taxt berildi, bu maqom menga berildi. Men istamas edim, menga berildi. Meni tinch qo'y" deydi taxtga qarab. Bu bir iymoni bor insonning so'zi. Dunyosidan ko'ra oxiratini afzal bilgan insonning so'zi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: "Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wa la shuhada يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله خبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس". وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar bir hadisni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Allohning bandalarining ichida shunday insonlar borki, ular payg'ambarlar emas, shahidlar ham emas, lekin ularni qiyomat kunida Allohga yaqin bo'lgan
makonlari, maqomlari sabablik payg'ambarlar va shahidlar ham orzu qiladi ularni holatini, maqomini. Shunda sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, ular haqida bizga xabar bering, kim ular?" Shunda aytdilar sallallohu alayhi vasallam: "Ular bir qavmki Alloh uchun yaxshi ko'rdilar. O'rtalarida silay rahim bo'lmasa ham, qarindosh urug'chilik bo'lmasa ham bir-birlarini yaxshi ko'rdilar. Ularni orasida oldi berdi mol bo'lmasa ham, bir ularni orasini bog'lab turgan mol yo'q. Hech qanday bog'laydigan iymondan boshqa, islomdan boshqa hech narsa yo'q bog'laydigan, na qarindosh urug'chilik, na moli dunyo. Lekin ular bir-birlarini yaxshi ko'rdilar. Favallohi dedilar sallallohu alayhi vasallam, Allohga qasamki, ularning yuzlari nur. Ular nurning ustida bo'ladilar. Odamlar qo'rqqanda ular qo'rqmaydilar. Odamlar g'amgin bo'lganlarida ular g'amgin bo'lmaydilar." Va quyidagi oyatni o'qidilar dedilar: "Ala inna awliya Alloh la xawfun alayhim va la hum yahzanun." Bilinglar, ogoh bo'linglar, Allohning avliyolari, do'stlari, ular uchun xavf xatar bo'lmaydi va ular g'amgin ham bo'lmaydi degan oyatni o'qidilar. Bizni vazifamiz bu darslarni eshitarkan, bizni vazifamiz har birimiz o'zimizdan so'raylik. Biz musulmonchilikni Alloh va Rasuli istagandek bajaryapmizmi? Alloh taolo bizdan istagan uxuvvatni, birodarchilikni ado qila olyapmizmi? Alloh taolo qiyomat kunida so'rasa nima deb javob beramiz? Nusrat kelmayapti, zulm kuchayib ketdi deymiz, lekin zulmni kuchayib ketishiga, nusratni kech qolayotganiga o'zimiz sababchi ekanimizni bilamizmi, yo'qmi? Chunki birodarchilik bu haqiqiy Alloh taolo Qur'onda aytgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan birodarchilik bu har bir musulmonga farz va vojib va bu nusrat va tamkinning sababi. Agar biz mana shu birodarchilikni o'rniga qo'yib bilsak, demak nusratning sabablarini asoslaridan bittasini qilgan bo'lamiz. Nima uchun sahobalar ozchilik bo'lsalar ham ularga nusrat keldi? Nima uchun ular dunyoni fath qildi? Bu islomdek go'zal bir madaniyatni dunyoga tanitdi. Chunki ular nusratning sabablarini to'la qilar edi. Alloh va Rasuli aytganini to'la qilardi. Qaytarganidan to'la qaytar edi. Ularni dunyo qiziqtirmas edi. Mansab, boshqa obro', e'tibor hech narsa ularni qiziqtirmas edi. Ularni qiziqtiradigan narsa yagona Allohning roziligi va jannat edi. Qachon biz ham mana shu maqomga intilsak, harakat qilsak, shu birodarlikni jamiyatlarimizda agar o'rnata olsak, demak juda ham katta qadam qo'ygan bo'lamiz. Alloh taolodan keladigan nusratni va tamkinning sabablaridan eng asosiylaridan bittasini qilgan bo'lamiz. Alloh taolo so'zni eshitib eng afzaliga ergashadiganlardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.